Bu kishi aytayaptiki, gunoh qilib yurgan inson qalbini qanday tiriltirishi mumkin? Qalbni tiriltirishning birinchi bosqichi gunohlardan uzoqlashish. Ikkinchisi esa gunohga olib boradigan barcha sabablarni tark etishdir. Misol uchun, yomon do'stlar, harom narsalarga qarash, harom narsalarni tinglash yoki harom safarlarga chiqish. Gunohga olib boradigan barcha sabablarni tark etish lozim. Shunday qilib, u gunohlardan tavba bilan uzoqlashadi va ularni keltirib chiqaradigan sabablarni tark etadi va solih kishilarni lozim tutadi. Biz ilgari aytganimizdek, ba'zi solih kishilarning do'stligi havo kabi. Agar u uzilib qolsa, inson halok bo'ladi, chunki u bilan nafas oladi. Shuning uchun solih kishilar bilan do'st bo'ling, ularni hamroh qiling va ulardan ajralmang, chunki ularning suhbatida katta yaxshilik bor va ular Allohning fazli va rahmati bilan sizni yana gunohlarga qaytishdan saqlaydilar. So'ngra Qur'onni ko'proq o'qing, Allohga ko'p iltijo qiling va sizni gunohlardan asrashini so'rab duo qiling. Alloh sizni tavbaga muvaffaq qilganidek, qolgan umringizni ham sizni gunohlardan asrashini so'rang. Allohning huzurida iltijo qilib, ushbu duolar bilan ko'p murojaat qiling. Undan sizni rahm qilishini, gunohlardan saqlashini, to'g'ri yo'lda sobit qilishini va qalbingizni mustahkamlashini so'rang. Shu kabi duolarni ko'paytiring, chunki Alloh o'ziga samimiy ravishda duo qilgan bandasining duosini hech qachon rad etmaydi.